Bunaqasi boshqa takrorlanmaydi. Bo'lmaydi. Lekin meni qamab qo'yish shart emas edi. O'zingiz boshqalash qoldirmadingiz. Menga mehmon-ku. Ha, xuddi o'zi. Bo'pti janoblар. O'zingiz bilasizmi xonangizni? Ha, bilaman. Umid qilamanki, deraza o'rnatgansizlar. Yo'q. Jin ursa kirish niyatim yo'q bu yerga. Boshqa ilojingiz yo'q. Kira qoling. Yo'q. Bu yerdan axir sovuq kiradi, hattoki deraza ham yo'q. Iloji yo'q, meni kechiring. Jin ursin. Hali bu yerdan chiqay, ishingizni sudga oshiraman. 100% va'da beraman bunga. Siz o'zingizni ishingiz sudga oshib ketmasligidan xavotir oling. Yo'q. Axir huquqlarimni bilaman. Nimaga bu yerga axir sovuq havo kiradi? Ajoyib. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Derkmanman va ko'rib turganingizdek meni qamab qo'yishdi va bu yerda reshotkalar turibdi. Bu yerda deraza yo'q. Ko'rib turganingizdek deraza bor, ammo reshotka qo'yilgan. Va bu yerda meni sovuq urishi aniq. Ajoyib. Aytishingiz mumkin. Ayb o'zimda, mayli. Shu yerda yotib uxlashga harakat qilaman. Sovuqda jin ursin. Yo'q. La'nati. Yo'q, Spike, senga nima bo'ldi? Qanaydir aqldan ozgani tishlab oldi meni. Otib tashlamadingmi? Otdim. Bir nechta o'q otdim, ammo ta'sir qilmadi. Ortimdan yugurishda davom etdi va 2-3 marta tishlab oldi. Jin ursin. Uxlashga ham qo'yishmaydi. Nimalar bo'lyapti ekan? Do'stlar, yana bir bola salom. Soat necha bo'lganini bilmayman. Hoy, qarab yuborasizlarmi? Tushunursin. Eshitdingizmi? O'q otishdi. Yo'q. Kimdir bormi? Qarab yuboringlar. Ofitserlar, jin ursin. Bu yerdan sovuq o'tyapti. Yo'q. Meni qo'yib borishinglar kerak. Shamolib qolish niyatim yo'q. Shu tariqa bu sovuq kamerada bir necha kun qolib ketdim. Hech kimdan darak yo'q edi. Xuddiki hamma birdaniga yo'q bo'lib qolgandek edi. Ammo kunlarning birida do'stlar, meni hech kimdir kelganga o'xshaydi. Hoy, kimdir bormi? Menga yordam bering. Yo'q. Seni nega qamashdi? Mayda bezorlik uchun. Shunaqami? Mayli, chiqa qol. Yo'q. Bizga sen keraksan. Lekin ko'rinishingizdan qanaqadir banditga o'xshayapsiz. Xuddi shunday. Yo'q, men sizlarning safingizga qo'shilmayman. Kim aytdi safimizga olamiz deb? Sen bizning xizmatkorimiz bo'lasan. Xizmatkor? Yo'q, buni yo'q, menga bu yoqmayapti. Sendan kim so'radi? Yur bu yoqqa chiq. Lekin agar qarshilik qiladigan bo'lsang, otib tashlayman. Tushundingmi? Hattoki qochishga ham. Shoshma. Men senga aytyapman, agar qochishga urinsang, otib tashlayman. Yomon emas o'ljang. Albatta qurollarini topa olmadim, ammo bu ham yomon emas. Kira qol. Yo'q. Ajoyib. To'g'ri aytasan, ker bu yoqqa. Kimni olib kelding? Bizning yangi xizmatkorimiz. Ajoyib. Hammasi ajoyib deyishinichi. Seni xonang mana bu yerda. Bu yerda odatda xizmatkorlarimiz yotadi. Mana sen ham shu yerda yotasan. Yo'q, hech bo'lmasa kattagina xona ekan. Senga aytsam, qiladigan ishing unchalik ham qiyin emas. Shunchaki zombilarning jasadlarini olib tashlashing kerak va mana bu yerda kulolchilik bilan shug'ullanasan. Lekin men kulolchilikni bilmayman. Meni xavotirga solmayapti. Asosiysi xo'jayinimizga bu yoqadi. Lekin jin ursin qamoqdan chiqib, yo'q qo'yishibdi. Qamoqdan chiqib qamoqqa tutildim. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana kulolchilikmish. Kulolchilik bilan qanaqasiga shug'ullanaman va hech bo'lmasa hojatxona bor ekan. Avvalgidek kamera reshotkasidan xullas muhim emas. Bo'pti. Ammo qamoqdan chiqib qamoqqa tutildim. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin hech bo'lmasa bu yerda joy kattaroq va issiqqina ekan. Lekin bu yerda qo'shni men ozodlikka chiqishni istayman. Nima bo'lganini bilmoqchiman. Nega odamlar g'oyib bo'lib qolishdi? Chunki hozir bizni shahar bo'ylab olib kelganda hech kim yo'q edi va banditlar ham o'zlariga o'zlari aylanib yurishibdi va qamoqda bo'lgan vaqtim ham bir necha marta o'q ovozlarini eshitgandim. Mayli, hozir hojatxonada yaxshilab bo'ylab olishim kerak. Shu tariqa kunlar ketidan kunlar o'ta boshladi. Men banditlarga o'rganib qoldim. Ular menga ovqat berishardi, suv berishardi, ammo menda reja bor edi. Bo'ldi, bugungi bo'lgan narsalarni yozib qo'ydim. Yaxshi, hech bo'lmasa kundalik yuritib o'zimni biroz ovutaman. Xullas do'stlar, menda reja bor. Hozir hammasini ko'rasizlar. Qo'riqchi, bu yoqqa bir qarab yuboring. Nima bo'ldi? Bu yerda kravat ostida kalamush yuribdi. Kalamush qayerdan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin? Qayerda? Mana shu yerda burchakda edi. Shu yerdami? Balki unitastagidadir. Hozir bo'ldi. Umid qilamanki, hech kim eshitib qolmadi. Eshitib qolgan bo'lsa ham tezroq yurish kerak. Xo'sh, bunda pistolet bo'lish kerak. Yaxshi, Glock va magazinlar. Yaxshi. 5 ta bor ekan. Yetib ortishi aniq. Qochishga ulgursam bo'lgani.
Yo'mayo. Ha, ochiq turibdi. Yaxshi, mana bu yerdan o'tib ketsam bo'ladi. Bo'ldi. O'zgina qoldi. Endi pastga tushish kerak. Ikkinchi qavatdan mayli. Bo'ldi. Unchalik qattiq tushmadim. Yaxshi. Stop. Bu yana bo'ldi. Sekin. Banditlar, zombilar deganda hazil deb o'ylagandim. Jin ursin, rostaki zombilar ekan. Mayli, ola qolinglar. Yaxshi, u hozir u qog'ozlarga chiqib yurib kelishmasa bo'lgani. Ammo ular hozir ichkarida bo'lsa kerak. Yomon urushar ekan, jin ursin qochish kerak. Shuning uchun yurib qochishim kerak. Agar chiqib qolsa meni tutib olishadi. Yo, bularning ko'pligini-chi, butun shahar siz zombiga aylanib qolganga o'xshaydi. Bu yerga yashash kerak. Hattoki banditlardan ham bu ahvolda qutula olmayman. Ola qolinglar. O'lsangizcha yana bittasi qolib ketib bo'ldi. Oxirgisi yaxshi, patronlarning deyarli barchasini sarflab bo'ldim, ozgina qoldi. Yo'q, qayerga yashlasam ekan, uylarga kirish variant emas, chunki bu yerda ham zombilar bo'ladi. Stop, garaj. Ha, shu yerga kirishim kerak. Jinursin, umid qilamanki, bu yerda hech kim yo'q. Yo'q, eshik yopiq ekan. Mayli. Mana. Yaxshi. Bo'ldi. Umid qilamanki, ochildi. Ajoyib. Bu yer issiqni ekan. Stop. Bu yerda ham odam ovqat ko'pligini. Meni noto'g'ri tushundingiz. Men bosqinchi emasman. Unda kimsan? Meni banditlar tutib olishganda, qullikda saqlashayotganda, ammo qochib ketishga ulgurdim. Ammo tutib olmasinlar deb shu yerga yashingandim. Meni kechiring. Atrofdagi zombilarni sen o'ldirdingmi? Ha, men. Yaxshi. Buning uchun albatta katta rahmat. Va rostdan seni banditlar tutib olganmidi? Ha, aldab nima qildim? Okey, unda mayli, ovqatni ko'rding-a? Ha, istaganingni olib yeyishing mumkin, ammo hammasini emas, iltimos, menga ham kerak. Ha, albatta, ammo katta rahmat sizga. Men ozgina yeyman. Ha, bo'la qol. Va o'zingni dam olishing ham mumkin. Katta rahmat. Mana shuncha vaqtdan beri shu bobo bilan yashab yuribman. Hammasi ajoyib. Derb, o'g'lim, nima bo'lganini tasavvur ham qila olmaysan. Banditlar bizni topishdi. Bu aniq edi, axir yaqin yillarda yashaymiz. Ha, ammo ular bu yerga kelib qolishlari mumkin. Meni ko'rib qolishdi. Shunaqami? Endi nima bo'ladi? Bu yerdan ketishimiz kerak. Men tepadan kvartiramdan narsalarni olib chiqdim. Mana senga yuk xalta. Okey. Va mana buni ol, montirovka. Chunki patronlarni tejash kerak. Menda umuman qolmadi. Men pichoq ishlataman, senga esa montirovka. Patronlarni esa juda ham tejash kerak. Agar banditlar hujum qilib qolishsa, montirovka bilan himoya qila olmaymiz o'zimizni. Jin ursin, mana bu yomon. Mayli, hozir yuk xaltaga ham narsalarni yig'ishtiramiz va bu yerdan ketishimizga to'g'ri keladi do'stlar. Lekin yaxshigina yashab yuruvdik. Har doim shunday belga tepishadi. Jin ursin, bir tun men, bir tun bobom navbatchilik qilayotgandik. Hammasi yaxshi ketayotgan. Yo'q, bu yaramas iflos banditlar bu yerga kelib bizga aloqa berishlari kerak. Mayli, xo'sh. Konservalarni olamiz, bularni olamiz. Go'sht, sabzi, jenirsan. Ammo bilasizlarmi, bu yerda ham ko'p qola olmasdik, chunki ovqat bizda juda ham kam. Patronlarni aytmasa ham bo'ladi. Bor yo'q 2-13 talik magazin qolgan xolos. Mayli, bularning hammasini hozir olib qo'yamiz. Xo'sh, bu yerda patronlar yo'q, lekin baribir ham har kimga qarshi olib yuraman, chunki balki o'qlarni topsak, o'qlab olishimiz mumkin bo'ladi magazinlarni. Xo'sh, kundalikni va bo'lib bu yerdan ketsak ham bo'ladi. Hech narsa qolmadi. Bu garajda boshqa foydali narsa yo'q. Ketishimiz mumkin. Ha do'stlar, ana endi yo'lga otlanishimiz kerak. Umid qilamanki, hammasi yaxshi o'tadi va tinch joyga boramiz. Lekin zombi apokalipsis tinch joy bu yerda bo'lishi mumkin emas. Bobo, xo'sh, ketamizmi? Ha, ammo qayoqqa? Bilmasam, sen menga aytganding-ku, bandit politsiya uchastkasiga kelgani deb. Ha, xullas, politsiya uchastkasiga borishimiz kerak. Nima uchun? Balki u yerda qurol bordir. Yaxshi fikr. Menimcha bandit ham shu uchun kelgan, ammo menga chalg'ib bora olmagan. Zombilar kelyapti. Xo'sh, nima qilamiz? O'ldiramiz. Okey. Siz birinchimi? Albatta. Okey, yo'q. Sekin bobo, ehtiyot bo'ling. Jorson, yaxshi. Xo'sh, u yerda undan ham ko'p ekan. Agar ko'payib ketsa, pistoletni shtilataver. Xo'p, bo'ladi. Mana. Jorson, bularning kuchliligini ehtiyot bo'ling, yana sizni o'ldirib qo'yishmasin. Men sendan baquvvatman, xavotir olma mendan. Yaxshi. Bu yerda ular yana ham ko'p. Hech qisi yo'q. Biz kuchliroqmiz. Yaxshi. Bobo, Jenurson, bular sizni o'ldirib qo'yishlari mumkin. Meni o'ldirisha olmaydi. Oppa, yaxshi. Mayli, omad sizga, senga ham. Bo'ldi. Hammasi yaxshi ketyapti. Qiziq, shu tepaliklarda kimlardir yasharmikin? Uylardami? Menga masalan tepa qavatga chiqish qiyin. To'g'ri aytasiz. Zombilar bu yerda ko'p. Eplay olmasligimiz mumkin. Mayli, men pichoq bilan, sen pistolet bilan. Okey. Yaxshi, hozir Nursin, hozir bobomni otib qo'yaman. Mayli.
Hozir o'zlari hozircha yeplayaptilar. Bo'ldi. Sensiz ham yo'lib tashladim. Ha, uncha ko'p otishga ulgurmadim. Endi nima qilamiz? Endi to'g'ri politsiya uchastkasiga. Umid qilamanki, yo'lda zombilar ushlamaydi.